Boy bo'lishga 7 ta qadam. Moliyaviy o'zgarish xohlasangiz, hozir bu tradingni gapiradi, hozir bu kurs sotadi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, hozir tradingni, kurs sotishni gapirmayman. Boshqa turdagi o'zbeklar bor, bular Amerikaga moslashadiganlar. Let's go. Hi. O'tgan safar Amerikada kambag'al bo'lishga 7 ta xato degan videoim juda ham qiziq bo'ldi ko'plarga va shuning uchun men bugun boshqacharoq video qilmoqchiman. Shunga o'xshagan Amerikada boy bo'lishga 7 ta qadam degan. Ya'ni yo'lda yurib ketaman va bu narsani gapirib ketaman. Amerikada reально boy bo'lishni men o'ylashimcha bitta yo'li bor. O'zimni hayotimdan misollar keltirib bu narsani aytib beraman. Ko'plarga foydali bo'ladi deb o'ylayman, chunki agar hayotingizda moliyaviy o'zgarish xohlasangiz, men shu maslahatlarni eshitishni, mana shu sekretlarni eshitishni maslahat beraman, chunki bu menga katta yordam bergan. Hozir uzoq yo'lga ketyapman va bu yaxshi bahona bo'ladi gaplashib ketishga. O'zi menimcha Amerikada boy bo'lishni yo'llari ko'p. Men bittasini aytib beraman va O'zbekistonda ham boy bo'lsa bo'ladi, lekin men o'zim o'tib yurgan va to'g'ri deb o'zim uchun va ko'plar uchun to'g'ri bo'lgan yo'lni, to'g'ri deb o'ylagan yo'lni aytib bermoqchiman. Men faqat shu to'g'ri yo'l deb aytmayman. Hozir bu tradingni gapiradi, hozir bu kurs sotadi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, hozir tradingni, kurs sotishni gapirmayman. Men hozir realni o'zim hayotimda menga yordam bergan yo'lni 7 sekretini aytib beraman va 7-chisi menimcha eng qiziq bo'ladi va eng menga yordam bergan 7-chisi bo'lgan bo'ladi. Lekin men birinchi eng muhimidan boshlayman. Amerikada birinchi sekret bu yaxshi daromadga o'tish va ne to что daromad hamda chiqimni ham kontrol qilish. Amerikada ko'plar biladi, rasxodlar juda ham ko'p va rasxodlar ko'p bo'lgani bilan lekin daromadni ham oshirsa bo'ladi. Ko'plar Amerikada statistika bo'yicha 10% o'zbeklar, migrantlar Uber haydaydi, dostavka bilan shug'ullanadi 10% va yana 10% trak industriyasida ishlaydi, trak haydovchi bo'lib ishlashadi. Qolgan 80%ni bilmayman, o'sha uni sochma, kimdadir ishlamaydi вообще. Misol uchun katta qismi migrantlarni, misol uchun ayollar yoki farzandlar bo'lsa, erkak kishilar 100 mingta odam bo'lsa, o'zbek Amerikada statistika bo'yicha ulardan menimcha 30 ming, 40 mingtasi ishlaydigan erkak kishi bo'lsa kerak. Qolganlari farzandlar va oila a'zolari bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va eng birinchi muhim narsa bu yaxshi daromad. Chunki Amerikada o'rta daromad bilan ishlash o'ziga qiyinchilik tug'dirish degan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki daromad har doim hayotni tarziga va boy bo'lishga ta'sir qiladi. Oddiy javob deyishingiz mumkin. Ha, bu oddiy javob, birinchi sekret. Lekin ko'plar tushunmaydiki, Amerikada $60 ming yiliga, $100 ming yiliga ishlab yurish bu hayotda minimumga Amerikada yashash degani. Asosan arendada yashab, kelayotgan pulni ishlatib, rasxod qilib, ya'ni hech qanaqa rivojlanish, o'sish, boylikni oshirish va moliyaviy mustahkam bo'lishi yo'li qiyin. Shu yo'l bilan qilish, ya'ni daromadni oshirmasdan turib. Bu daromadni oshirish yo'li har doim bor va Amerikada 200 ming yiliga 300 ming, 500 ming topadigan, 1 million topadigan ham o'zbeklar bor. O'zi statistika bo'yicha o'zi O'zbekistonda kelib Amerikada ishlaydiganlar ikkita yo'l qilishadi. Bitta yo'l bu постоянно o'sha bitta yo'nalishda ishlab yurishadi. Misol trak haydashni boshlashadi va uzoq yillab o'sha trakni haydashadi. Yoki dastavka bilan juda ham uzoq yo'l dastavka qilishadi, chunki til o'rganmagan va ishini o'zgartirishga qiyinchilik bo'ladi, chunki постоянно ishlash kerak va o'sha krugovorotdan chiqa olmaydi. Ishlayveradi, topayotgan puli rasxodga kelaveradi, nimadir o'zgartiraman desa pul yetishmaydi. Ikkinchi yo'l bu rivojlanib boradigan yo'l bor. Misol uchun ko'p o'zbeklarning statistikasi bo'yicha o'sha birinchi Uberdan boshlagan bo'lsa, dastavkadan boshlagan bo'lsa, keyin ular trak haydashga o'tishadi. Keyin trak haydayotganda trakdan yaxshiroq daromad bo'lgandan keyin pul yig'ishadi va o'zini trakini sotib olishadi, ya'ni operator bo'ladi.
o'zini trakini sotib olgandan keyin o'sha daromad oshadi. 100 mingdan plyus bo'ladi tam. 130, 150 eshitishim bo'yicha, statistikalar bo'yicha. Xo'p, endi o'zini trakini haydayotgandan keyin yana pul yig'ish davom etadi va ikkinchi trak sotib oladi va unga водитель qo'yadi. Keyin uchinchi trak, to'rtinchi trak va shunaqa qilib o'sha trak industriyasini o'rgangandan keyin o'sha biznes, kichkina biznesga aylanadi va biznes ishlashni boshlaydi va biznes ishlashni boshlagandan keyin trakni ko'paytirishni boshlaydi va 10 talab, 100 talab, 1000 talab trak olgan o'zbek kompaniyalari bor, o'zbek trak kompaniya egalari bor. Lekin bu bitta yo'l. Bu ham yaxshi yo'l. Bu ham biznesda ishlab daromadni oshirib yiliga 500 ming, 1 million toza topadigan kompaniyalar bor va bu yaxshi daromad. Lekin qiyinroq, to'g'ri. Bu narsani boshlaganlarning ko'p qismi menimcha 10% dan 20% gacha biznes ochib yurib ketib qolsa, qolgan 80-90% o'xshamay qoladi. Har xil sabablarga ko'ra. Trak buzilib ketishi mumkin, qiladi, avariya bo'ladi, boshqa bo'ladi, strafovka bilan buzilishda davom etadi, biznesni yurg'iza olmaydi, ya'ni biznes tomonni yurg'iza olmagandan keyin biznes o'ladi, ya'ni pul topolmay qoladi. Boshqa turdagi o'zbeklar bor, bular Amerikaga moslashadiganlar. Amerikaga moslashadi degani Amerikada yaxshi daromad, ya'ni ishlaydigan ishlarga kirishadi. Ya'ni misol uchun O'zbekistonda siz tasavvur qiling, taksida ishlab yurgan bo'lsangiz yoki trak haydab yurgan bo'lsangiz, O'zbekiston, Rossiya, SNGlarga siz o'sha trak haydovchisi bo'lib turib, u yoqda ham o'rtacha hayot kechirasiz. Ya'ni zo'r hayot kechira olmaysiz, boy bo'lib, boyib ketib, men anaqa trakda boyib ketdim yoki taksida boyib ketdim degan odamlarni bilmayman. Ya'ni u yoqda ham shunaqa o'rtacha odam bo'lib yashaydi. Men o'rtacha odamlarga qarshiligim hech qanaqa yo'q. Ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'ladi deb aytaman. Bu tomondan Amerikada ham xuddi shunaqada, to'g'ri ko'proq topishadi, 100 ming yiliga topishadi. Lekin 100 ming yiliga topgan bilan rasxodi ham ko'pda. Oyiga 2-3 ming arendaga qilish kerak. 100 ming o'zi oyiga 7-8 ming naloglardan keyin qoladi. 8 ming deylik. 3 ming arenda, 2-3 ming arenda ketadi. Mashinaga yana 1000 dollar, ovqatlanishga 2000 dollar ketadi. Oilani boshqa rasxodlari bo'ladi. O'sha 8 ming hammasi ketib qoladi. Sababi Amerika arzon emas yashash uchun. Asosan oxirgi payt inflyatsiya ko'tarilgan tufayli rasxodlar juda ham ko'payib ketdi. Amerikada qimmatlashib ketdi hamma narsa. Shuning uchun Amerikada o'zbeklar oson bo'lmayapti, o'zbeklar uchun, amerikanlar uchun ham oson bo'lmayapti. Daromadi agar 100 minggacha bo'lsa yiliga. 100 mingdan u yog'iga oshirganlar, misol uchun trak driverlar bor, 150-200 ming qilyapti, o'sha operatorlar qilyapti, boshqa qilyapti. Ularni nima joyi bor? Chiqimini, rasxodini aniq qilishmaydi. Ya'ni misol uchun trak haydab yuribdi-da, o'zini trakimi, boshqami qimmat mashina oladi kreditga, uy olishga harakat qiladi yoki qimmat uyda arendada yashaydi, oilam yaxshi yashasin deb, qimmat maktabga, boshqalarga beriladi bolalari. Ya'ni rasxodi daromad ko'paygan sari rasxodi ham ko'payib boraveradi, rasxodini kontrol qilmaydi. Rasxodini kontrol qilmagandan keyin xuddi kam oylik olib hamma puli ketib qolayotgan odamga o'xshab, o'zbekga o'xshab, bu yoqda ko'proq pul oladi, lekin ko'proq rasxod qiladi. Shuning uchun birinchi sekret bu daromadingizni oshirsangiz ham rasxodingizni oshirishingiz kerak emas. Chunki daromad qanchalik oshgan sari rasxodlar ham oshib boraveradi va siz u pulingizni qismini olib qo'yib investitsiya qilmasangiz, yig'masangiz, boshqa qilmasangiz, o'zingiz ustida ishlab rivojlanmasangiz davom etaveradi. Ya'ni o'sha hayot oylikdan oylikgacha hayot davom etaveradi. Hozir maytda Volgonsga kirib chiqamiz. Dori olishim kerak, keyin shu bilan darsga ketamiz. Tak, ikkinchi sekret bu pul, bu instrument. Har bitta kelayotgan va ketayotgan pul sizda как instrument tasavvur qilishingiz kerak. Bu kerak emas narsalarni olish uchun emas. Pul bu hayotingizni yaxshilash uchun ishlatish kerak bo'lgan narsa. Sam, Freddy's gone, right? The time where Chronos was down. Names on the board that I told to come back. Ikkinchi sekretni gapirganimda zo'r joyga kelib qoldim. Pul bu instrument. Shunchaki mana bunaqa kerak emas narsalarga, sog'lig'iga zararli narsalarga ishlatib olishga emas, balki Put me on that, put me on that. Let's go.
shunaqa amerikanslar unaqa bo'ladi-da. Ochiq hamma narsa. Prikol. Pul bizning hayotimizni yaxshilash uchun va hayotimizni biz xohlaganimizdek qilish uchun instrument. Ya'ni просто tak kelib ketadigan narsa emas. Ya'ni sizni hayotingizni o'zgartiradigan narsa. Agar siz hayotingizni boyligiga qarab o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va hayotingizni moliyaviy mustahkamligiga qarab o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, pulingizni уже kontrol qilishingizni boshlashingiz kerak. Chunki kontrol qilingan pul именно hayotni yaxshi tomonga o'zgartira oladi. Hozir buni to'liq tushuntirib beraman. Shuning uchun pul bu instrument. Pulni hayotimizni rivojlantirishga ketkazish kerak deganim, hayotimizni xohlaganimizdek qilishga kerak deganim, pul ham ko'p narsani o'zgartira oladi-da. To'g'ri, sizni sog'lom qo'ya olmaydi o'zidan o'zi yoki baxtli qilib qo'ya olmaydi. Lekin pul baxtlidami deganda, pul baxtlida emas, lekin pulingiz bo'lsa baxtli hayot yasolasiz o'zingizga degan ma'noda men javob berardim. Nimaga? Chunki Amerikaga ketishim uchun menga pul kerak bo'lgan. O'qishimga to'lash uchun pul kerak bo'lgan. Amerikada rivojlanishim uchun pul kerak bo'lgan. Amerikada yaxshi uy sotib olib, yaxshi uyda yashashim uchun pul kerak bo'lgan. Farzandlarim yaxshi maktabga berish uchun, yaxshi rayonda yashashim uchun yana pul kerak bo'lgan. Hammasiga pul kerak bo'ladi. Sog'lig'im uchun, jimga chiqishim uchun pul kerak, boks bilan shug'ullanishim uchun pul kerak, ko'p narsaga pul kerak. Lekin pulni investitsiya ham qilish kerak. Men o'sha pulni nafaqat o'zimga yaxshi hayotga ishlatishimdan tashqari, investitsiya qilishga ham ishlataman. Chunki men kelajagimni o'ylab, kelajakdagi o'zim uchun yetarlicha pul investitsiya qilib qo'yishni xohlayman. Bu haqida hozir yana ko'proq to'xtalamiz, lekin pul shunchaki kelib ketadigan narsa, shunchaki xohlagan rasxodlarga ishlatiladigan narsa deb qarash kerak emas. Pul hayotni yaxshi tomonga o'zgartiradigan, pul hayotda investitsiya qilib turib, o'zi yana o'sha pul passiv yana pul olib kelishi mumkin. 100% passiv bo'lmaydi, lekin pulingiz bo'lsa, o'sha pul siz uchun ishlashi mumkin va pulingizni ko'paytirishi mumkin. Yetarlicha pul investitsiya qilinsa, siz даже ishlashingiz ham kerak bo'lmaydi. O'sha pulni qilingan investitsiyani daromadini hisobiga ham yashashingiz mumkin. Shunaqangi kuchi bor. Lekin bunga qanchalik ichkariga kirsa, shunchalik kattaroq tema ochiladi. Xo'p, 3-sekretni gaplashamiz. 3-sekret bu boy bo'lish, bu tanlov. Pulli bo'lish bu tanlov, ya'ni moliyaviy mustahkamlikda tanlovdan iborat. Agar siz o'zingiz xohlamasangiz, bunga harakat qilmasangiz, siz bu narsaga erishmaysiz. Ya'ni ko'p pulingiz bo'lishini xohlamasangiz, sizga ko'p pulingiz bo'lmaydi. Boy bo'lishni xohlamasangiz, siz boy bo'lmaysiz. To'g'ri, hamma narsa Allohdan deyiladi, hamma narsa Xudodan. Xudo sizga bersa beradi, lekin siz uyda o'tirib olmabdi, shozimga to'sh deb o'tirsangiz, sizga o'zidan o'zi pul kelib qolishi qiyin. Даже lotereyani ham yutish uchun o'ynash kerak. Shunga boy bo'laman deb harakat qilaman deydiganlar erishadi. O'sha oldingi hayotida, o'zgarmas hayotda yashab yurganlar, ishini o'zgartirmaydiganlar, misol uchun o'sha aytib bergandek, Uberdan boshlab trak kompaniya egasigacha rivojlanganlar, o'sha rivojlanishni tanlashgan ular. Ya'ni hozir Uber qolmay, trak o'tishim uchun kerak, CDL olishim kerak litsenziyasini. Trak haydaydigan litsenziyani olish uchun pul to'lash kerak. Qancha pul to'lash kerak? Ma'muncha pul to'lash kerak. O'sha pulni yig'adi, o'sha pulni o'shanga sarflaydi. Keyin trakka chiqib o'tiradi, haydashni boshlaydi. U yoqdan pul yig'ib, yana keyingi trak sotib olishga pul yig'adi. Ma'mun tepani yoqib qo'ysam balki kamroq shum bo'lar. Kamroq bo'ldi. Tak. Shuning uchun hayotingizda har bitta o'zgarishni harakatida bo'lsangiz, bu sizning tanlovingiz. Agar siz o'zgarish xohlamasangiz, men Toshkentda taksida yurardim, Amerika green card yutib oldim, keldim, men bu yoqda ham taksida yuribman. Sizni hayotingiz katta o'zgarmaydi. Bu yoqda taksida yuribsizmi, u yoqda taksida yuribsizmi, u yoqdagi rasxodlar bilan bu yoqdagi rasxodlar o'zi moslab qo'yadi hammasini. Oylikdan oyligacha yashashga to'g'ri keladi. Agar siz o'sha keyingi etapga o'taman desangiz, faqat trak haydashga emas, ya'ni ingliz tilini o'rganib, Amerikaga moslashib, ofisli ishga o'tib, tam ITgami, boshqa yo'nalishga, finansgami, universitetga kirib, universitetni bitirib, Amerikani hayotini to'g'ri yo'nalishiga ketaman desangiz, ya'ni katta daromad beradigan yo'nalishga ketaman desangiz, o'sha harakatni o'zi sizni hayotingizni o'zgartirishni boshlaydi. Shuning uchun boylik tanlovda. Nadyeyiz, mana bu yomg'ir unchalik shumli bo'lib ketmayapti. 4-sekret, hali pul
haqida gapirganimda bu instrumentligini tushuntirdim, lekin 4-sekret shundayki, pulni investitsiya qilish kerak, aktiv sotib olish kerak pulga. Aktiv sotib olish degani pul faqat ketib qaytib kelmaydigan bo'lish emas, ya'ni ketkazgan joyingizdan sizga pul keladigan bo'lishi mumkin. Kerak. Ya'ni oddiy Robert Kiyosakini yomg'ir tegadi zo'r. Robert Kiyosakini kitobi uy olasan-da, uyni arendaga berasan, daromadini olasan. To'g'ri, o'sha ishlaydigan yo'llardan bittasi. Siz uy sotib olasiz, uyni arendaga berasiz, arendada yashayotgan odam sizga oyma-oy pul to'laydi. Bu eng oddiy misol. Arendadan, misol uchun O'zbekistondan xuddi shu narsani qilsa bo'ladi, Amerikadan xuddi shu narsani qilsa bo'ladi. Uyni sotib olish qiyin, pul yig'ish qiyin desangiz, to'g'ri, oson emas. Oson bo'lganda hamma uy olib arendaga berib qo'ygan bo'lardi. Lekin yo'li bor. Men misol uchun o'zim xuddi shu yo'l bo'yicha 3 uy sotib olganman Amerikada. Birinchi uyimga down payment qilib $60,000 pul yig'ganman. Ya'ni $60,000 bilan 2 xonali townhouse olishga imkonim bo'lgan. $300,000 uyni sotib olganman, 20% to'lab. Ya'ni qismini to'lab turib ham uyni sotib olsa bo'ladi. Va o'sha uyni o'zimga sotib olganman kreditga. O'zim uyda yashaganman, 1-2 yilcha yashaganman va o'sha 2 yil davomida men u uyda yashab turib, uyni ozgina yaxshilaganman, boshqaganman. Keyin uydan boshqa uy sotib olib chiqib ketganman-da, bu uyni arendaga berganman. Bu uydan yiliga oyiga $3,200 menga arendaga pul to'laydi, o'zini rasxodlarini yopadi, kreditlarini yopadi va ozgina pul qoladi. O'rtacha bitta uydan arendasidan $1000 pul qoladi odatda. Ya'ni o'sha $1000 menga daromad bo'lib keladi. Keyin ikkinchi uyimdan uchinchi uyimga o'tganman va ikkinchi uyimni yana arendaga berib o'rganman. Hozirgi uyimni hali arendaga bermadim. Hozirgi uyim, ya'ni o'zim yashash uchun olgan uyim. Paka bu uydan ko'chish niyatim yo'q. O'zimga juda ham yoqadi bu uyim. Lekin qolgan ikkita uyim как investitsiya ko'rinishida plan qilib olganman ularni. Ya'ni sotib olganimda men bilganman, что 1-2 yildan keyin bu uydan chiqib ketaman. Qachondir ham va uni arendaga berib, hozirgi uyimni ham скорее всего qachondir qaysidir vaqt keladi, arendaga berib chiqib ketaman va boshqa uy olib, bu uydan ham daromad kelishni boshlaydi. Bu investitsiya, asset olish, aktiv olish. Aktiv degani siz kirgizgan pulingiz sizga qaytib pul ishlashni boshlaydi. Sizga daromad keltirishni boshlaydi yoki narxi o'sishni boshlaydi. Misol uchun o'sha uyni narxi o'sib boradi va qanchadir yildan keyin men uyni sotsam, daromadni plyusga o'taman. Bu juda ham muhim sekret. Bu narsani odamlar borligini bilishadi, investitsiya qilish kerakligini bilishadi, lekin qilishmaydi. Qilishmaydi sabab qiyin deb o'ylashadi, sabab oson emas, sabab tushunishmaydi, sabab qo'rqishadi. Lekin o'sha qo'rquvni yengib, o'sha narsani tushunib, o'sha narsaga harakat qilsa, o'sha narsani o'rganib ketadi. Odam qilgan ishni odam qiladi. Men ham shu narsani onlayn o'rganganman, tanishlardan o'rganganman, shu sohada finans o'rganganman va finans yo'nalishida stok aksiya bozoriga kirganman, aksiya bozoriga investitsiya qilishni o'rganganman. Buni hammasini o'rgansa bo'ladi va shu narsani o'rgangandan keyingina odam hayotini o'zgartirishni boshlaydi. Meni eng ko'p qilgan daromadim ishxonamdagi daromad emas. Meni aktivlarni o'sgani daromadi bo'lgan. Ya'ni o'sha aktivlarim menga eng katta daromad bergan. 300 ming uy 500 ming bo'lgan, 500 ming uy $1 million bo'lgan, ya'ni narxi o'sgan hisobiga o'sha narxini, o'sha pulim, investitsiya qilgan pulim bir necha barobar o'sgani hisobiga menga daromad bo'lib kelgan. Ya'ni men hali uni sotmadim, toza daromad emas, lekin o'sha uyning ichida turibdi-manda. Xo'p, keyingi sekret, 5-sekretga o'tamiz. Bu 4-sekret juda ham muhim edi, 5-sekret ham muhim bo'ladi. 5-sekret bu investitsiya qilishni voqli boshlash kerak. Agar men o'zimni 20 yoshligimga qaytib borganimda aytardim. 50 ming bo'lsa ham investitsiya qilgan, $100 bo'lsa ham investitsiya qilgan, hajab $200 bo'lsa ham investitsiya qilgan deb aytardim. Men o'sha payt investitsiya o'zi qilganman, yosh oila krediti olib, uy sotib olganman-da, arendaga berganman. Bu narsa Robert Kiyosakining kitobidan chiqib kelgan menimcha menga. Uylanganimdan keyin qarasam, yosh oila kredit 12% olish kerak. Pulim bor, Ucell'da ishlab yuribman. Oyligimdan to'la olayman, ya'ni u yoqda qanaqadir plyuslari bor edi, nalog kamroq to'lanardi yoki agar butun oyligingizni to'lab olsangiz, ana nalog ham to'lamaysiz, uyga polniy naloglaringiz to'lov bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha paytdan investitsiya qilishni boshlaganman. Bu katta plyus bergan, chunki pul yig'ilgan, o'sha uyda yig'ilgan pul. To'g'ri, u uyni sotib men o'qishimga pul to'lab olganman. Bu uyni puli meni keyingi qadamga rivojlantirishga imkon bergan, ya'ni O'zbekistondan turib Amerika ko'chib kelishimga eng katta yordam bo'lgan. Agar o'sha uyni vaqtida olmaganimda Amerikada balki o'qishga imkonim bo'lmasdi.
Undan tashqari aksiya bozoriga qancha oldin investitsiya qilinsa, shuncha tez plyus shunchalik ko'payib boradi. Ya'ni oddiy aksiya bozorida S&P 500 ETF bor, indeks fondi, u yiliga o'rtacha 10% ga oshib boradi va har 7 yilda 2 baravar ko'payib boradi. 2 baravar oshib boradi narxda. Ya'ni siz compounding hisobiga, o'zbekchasiga murakkab foiz hisobiga plyus har 7 yil 2 baravar oshib borishi mumkin. Chunki oshayotgan narxini oshayotgan hisobiga va sizni plyus ko'payib borgan hisobiga sizni plyus vaqt o'tgan sari juda ham ko'payib boradi. 30 yilda $150,000, $1,5 million shunaqa bo'ladi. Statistika bo'yicha 10% o'sib borganda. Shuning uchun qanchalik oldin investitsiya qilish boshlasangiz, shunchalik ko'proq sizni daromadingiz ko'payib boradi vaqt hisobiga. Voy, bu vashi zo'r sekret. Bu narsani lekin ko'plar tushunishmaydi, lekin ko'plarga ishonishmaydi ham. Meni hozir balki nima deyapsan deyish mumkin, lekin oddiy qilib aytaman. Tez va oson boyish formulasi yo'q. Pul yo'qotish formulasi esa bor. Ya'ni traderlar aytadi, hozir $100 100 ming qilasan, 6 oyda bu yoqda tradingni o'rgansang, tam $1000 $1 million qilsa bo'ladi. Unaqa formulalar yo'q. Odamlar ishonadi, agar u $1000 $1 million qila olganda nima qilardi kurs o'rgatib, o'zi $1 millionni emas, $10 ming. Men $10,000 berishga tayyorman, $1 million qilib bersin. Faqat $10,000, даже $100,000 ham beraman, $100,000 beraman. O'yinni zakladga qo'yadi. Agar o'sha 6 oy ichida yoki qanchadir vaqt ichida pulni shunaqa qilib bera olmasa, 10 mingni 1 million qilib bermasa, iltam 100 mingni 1 million qilib bermasa, men uni просто o'yinni men o'zim nomimga o'tib ketadi. Ya'ni qilmaydi shu narsa, aytsangiz qilmaydi. To'g'ri, qanaqadir ham traderlar bor, kimdirlar pul ishlayapti, boshqa qilyapti, lekin unaqa formula yo'q, который o'rganib olib turib boyib ketsa bo'ladigan oson formula, tam kriptoga tiqib qo'yib, kriptoga o'sha vaqtlar bitcoinga kirgizgan odamni aytishadi 2010-yilda bitcoini bor odamlar, tam 100 talab, 1000 talab bitcoini bor odamlar bo'lgan. O'sha 5 baravar, 10 baravar ko'tarilganda sotib olishgan o'sha bitcoinni. Ya'ni hech kim ushab ko'p odamlar ushab o'tirmagan bu 100 ming bo'lguncha. Siz ham o'ylab ko'ring, $1000 da bitcoiningizda bordi, bitcoiningiz $1000, 10 ming bo'ldi. Sotib olardingiz. Ko'plar aytadi, men sotib olganman deydi. Kimdir pizza olganman deydi, kimdir bir narsa zakaz qilganman deydi, onlayn pochta kofe anaqaga ishlatganman deydi. Bitcoinni PVH'ga ishlatganman dedi. Ya'ni shunaqangi kerak emas narsalarga, даже o'sha 2-3 baravar ko'tarilganda ham sotib olishgan. Unaqa sanoqli odamlar bitcoinda yoki kriptoda boshqada millioner bo'lib anaqa bo'lib ketib qolishgan, sanoqli odamlar. Ya'ni hech kim 100% formula bilmaydi, что bitcoin hozir 10 million bo'lib ketadi yoki million bo'ladi deb gapirishadi. Million bo'lishi ham mumkin, $1000 ham bo'lishi ham mumkin. Hech kim bu narsani garantiya berib anaqa qila olmaydi, javob bera olmaydi. Ya'ni boylikni unaqa oddiy, oson formulasi yo'q, boy bo'lib qolishi, tez va oson boy bo'lishi yo'li yo'q. Lekin sekin va to'g'ri yoki strategik, taktik tarzda boy bo'lishi imkoni bor. Ya'ni siz uzoq yil biznes qursangiz boy bo'lasiz, trading kurs ochsangiz boy bo'lasiz, qanaqadir ham SMM kurs ochsangiz boy bo'lasiz, yaxshi daromad olib, yaxshi daromadingizni investitsiya qilsangiz boy bo'lasiz. Trak industriyasini ochsangiz, tracking kompaniya ochsangiz boy bo'lasiz. Ham garantированный emas, lekin garantированный yo'li nimada? Realniy yo'li menimcha uzoq yillar davomida investitsiya qilib borsa, o'sha menimcha garantированныйroq yo'l boy bo'lishga. Stock market ham misol uchun krizislar bo'lgan, boshqa bo'lgan 100 yildan beri ko'tarilib boradi. Unga ham misol hech kim garantiya bermaydi, что stock market ham qulamas. Qulaydi ham. Har 10 yil o'rtacha statistika bo'yicha stock market 30% dan 70% gacha qulash ehtimoli bor. 70 emas, 50% ga menimcha qulagan eng katta krizis bo'lganda. Shuning uchun oson va yengil formula yo'q boy bo'lib ketishi. Va 7-sekret. Yomg'ir yog'ib olishdan oldin kirib oling ichkariga. 7-sekret gaplashamiz. 7-sekret bu shaxsiy moliya, bu ikkinchi kasb. Shaxsiy moliya bu hayotda ikkinchi qismi bo'lishi kerak har doim. Chunki moliyani bilmagan odam, pulni boshqarishni bilmagan odam, byudjetni bilmagan odam u yog'ida
Hi. Shunaqa xayol bo'lishadi. Tak. 7-sekret. 7-sekret bu shaxsiy moliyani o'rganish. Shaxsiy moliya bu odam hayotini bir qismi bo'lishi kerak, ikkinchi ishi bo'lishi kerak. Chunki shaxsiy moliya odamning hayotini o'zgartiradi deb o'ylayman. Men o'zim shaxsiy moliyani universitetda o'qigan bo'lsam ham, bu narsani universitetda o'qish shart emas. Shaxsiy moliyani onlayn o'rgansa ham bo'ladi, boshqa odamlardan o'rgansa bo'ladi, o'zi o'rgansa bo'ladi, kitobda o'qib o'rgansa bo'ladi. Shaxsiy moliya hayotimda nima bo'lgan? Birinchidan pulimni boshqarishni o'rgangandan keyin qayerga yo'naltirishni, pulimni ko'paytirishni o'rganganman. Tushunganmanki, puli vaqtida investitsiya qilingan pul o'sib boradi va passiv daromad olib kelishni boshlaydi. Men faqat ishlab topgan pulim emas, meni pulim menga pul ishlab topishi mumkin. Ya'ni daromadim faqatgina meni vaqtim bilan emas, balki shaxsiy moliyani hayotimda juda ham katta o'zgarish qilgan deb o'ylayman, chunki vaqtida o'rganganman deb o'ylayman va eng muhim sekretlardan bittasi deb o'ylayman. Chunki shaxsiy moliyani bilmagan odam hayotini o'zgartira olmaydi deb o'ylayman. $1 million yiliga topadigan odamlar bor, yiliga $1 million topadigan odamlar bor. Lekin oylikdan oylikgacha yashab, lishniy puli yo'q odamlar. Ya'ni hamma pulini ko'chada, qimmat uyda, arendada yashashga, qimmat restoranlarda ovqatlanishga va qimmat hayot kechirishga, kiyim, qimmat soat, qimmat hayot o'zi hayoti qimmatda va hamma puli o'sha qimmat hayotni обеспечивать qilishga ketib qoladi. Shunaqa odamlar bor. Nimaga? Chunki ular shaxsiy moliyani o'rganishmagan, investitsiya degan narsani o'rganishmagan va investitsiya qilishmaydi hayotida va kreditkalarda katta qarzlarga ham kirib ketishadi. Shunaqa istoriyalarni eshitaman, kreditka bo'yicha 50 ming, 100 ming kreditkada qarzim bor. Nima qilishim kerak, nima qilsam bo'ladi deb daromadi normalniy, oyiga 10 ming o'rtacha topadi, yiliga 100-150 ming topadi. Lekin pulim bor deb qimmat mashina oladi, qimmat hayot qiladi, qimmat rasxodlar qiladi. Men faqat o'zbeklarni aytmayapman, chet amerikaliklarni ham aytyapman. Ya'ni hayoti arzon emas. Hayot arzon bo'lmagandan keyin puli ham ketiradi hammasidan. Shaxsiy moliyani bilgan odam, meni o'zim fond bozoriga investitsiya qilib pulimni ko'paytira olganimdan keyin va qo'shimcha pulimni ushlab qolib investitsiya qila olganim uchun birinchi uy mol olganman, ikkinchi uy mol olganman, uchinchi uy mol olganman. Bir yilda 2-3 marta sayohat qilaman, bir yilda oilamga kerakli rasxodlarni qilaman, to'g'ri ishlayman, asosiy ishim bor, asosiy daromadim bor. Daromadim yomon emas, daromadimni ko'targanman. Qanchaligini aytgim kelmayapti. O'zi Instagram videolarimni ko'rsanglar, bitta joyda gapirganman daromadim haqida. Qiziq bo'lsa, topib bu videoni ko'rsanglar bo'ladi. Qancha daromad topganimni, u 2-3 yil oldingi daromadim, menimcha pastroq daromad. Hozir men ko'tarib borishga harakat qilaman daromadim har doim. Lekin daromad birinchi o'rinda bo'lishi kerak emas, daromadni to'g'ri boshqarish birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Daromad to'g'ri qancha ko'tarilgan sari shunchalik yaxshi, lekin uni qanchalik ko'p investitsiya qilsangiz, shunchalik ko'p tez siz moliyaviy mustahkam boy bo'lasiz degan. Boy degan odamni sizlar tasavvur qilmaysiz, shu qimmat mashinada yuradi, qimmat uyda yashaydi, hammasi arenda bo'lishi mumkin, hammasi kredit bo'lishi mumkin, lizda bo'lishi mumkin. Bilasizlarmi, Ferrari, Lamborghinilarni sotib olganlarning 75% kreditga yoki lizga olishadi. Qimmat mashinalarni 75% kredit yoki lizda bo'ladi. Endi boshqa tomonni aytaman. Millionerlarni 90% dan oshig'i 93% edi. Toyota bilan yaponskiy mashinalar haydaydi, ya'ni Toyotalar haydashadi. Nimaga? Chunki juda ham katta qism millionerlar rasxodni qimmat mashinalarga, qimmat hayotga emas, investitsiyaga
va hayotini rivojlantirishga ketkazishadi. To'g'ri, qimmat mashina oladiganlar ham bor, ular mana multimillionerlar, billionerlar qimmat mashinalarda yurishadi, boshqa qilishadi, o'zini puliga sotib olgan, ya'ni ko'p puli bor, o'shani anaqa qila oladi, позволить qila oladi. Lekin o'rtacha hayot kechiradigan odamlar, ya'ni o'rtacha daromad oladigan odamlar o'ziga позволить qila olmasa ham o'sha narsani kreditga olishadi. Men hozir kreditga bitta Ferrari, bitta Lamborghini ola olaman. Jinni bo'lsam, конечно. O'zi ikkita mashinamni sotsa yarim puli chiqib qolsa kerak bitta Ferrarini. O yangiligida sotganimda normalniy yangi bu mashinani olgandan ko'ra bitta Ferrari olsam ham bo'lardi. Menimcha vaqtida u eng aqliy bo'lmagan anaqa bo'lardi, tanlov bo'lardi. Ya'ni Ferrarida na boshqa shtatga borib narsa qilib aylanib kela olmaysiz. Mana bunaqa yomg'irli kunda bemalol oila bilan bir narsa chiqib yura olmaysiz. Qanaqadir suv bosadi, boshqa bo'ladi. Bir narsasi chiqib ketadi. Bu mashina tam 1 metrlik suv ko'tarilsa ham ustidan o'tib keta oladi. Ya'ni normalniy ishlatsa bo'ladigan mashina olsa bo'ladi. Normalniy hayotda kerakli bo'lgan menimcha mashinani sotib olganman deb hisoblayman. To'g'ri, qimmat mashina olganman. Arzonroq mashina olsam bo'lardi, lekin позволить qila olganim uchun men o'shani qarzim yo'q, kreditga olmaganman. Ya'ni kreditim yo'q ikkala mashinaga. O'zimda faqat страховкаga pul to'layman. Menimcha eng qiziq 7 ta sekretni gapirib chiqdim. Meni hayotimni o'zgartirgan mana shu hammasi. Agar xohlasangiz bittalab o'qib chiqaman. Xulosa qilib o'qib chiqaman bittadan va qiziq bo'lsa boshqadan eshitib chiqing, chunki juda ham hayotingizni o'zgartiradigan sekretlar, shu narsalarni o'ylab o'rganishni boshlasangiz. Birinchi bu yaxshi daromad va chiqim kontroli. Daromadni yaxshi daromadli ishda ishlash kerak va daromad oshirib borish kerak. Va daromadingiz oshgan sari chiqimingizni kontrol qilishda davom etishingiz kerak. Pul bu instrument va uni to'g'ri ishlatmasa odam kambag'al bo'lib qolaveradi. Pul kelayotgan pul ketishda davom etaversa, sizni hayotingiz o'zgarmaydi. Siz prosta hayotingizni yashab o'tkazayotgan bo'lasiz. Pulingizni kerak bo'lgan payt pul topolmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun pulingizni to'g'ri boshqarib, rezerv qo'yishingiz kerak, investitsiya qo'yishingiz kerak, yig'ishingiz kerak va hokazo. Uchinchi sekret bu boy bo'lish, bu tanlov, ya'ni boy bo'laman desangiz, siz o'zingizni ustingizda ishlab yaxshi daromad topib kelishni ham boshlashingiz mumkin va pulingizni investitsiya qilib boshlashingiz mumkin va investitsiya qilib daromadingizni passivga o'tkazishingiz mumkin. To'rtinchi sekret, pulga aktiv sotib olish kerak, passiv emas. Ya'ni misol uchun men mashina passiv, bu menga hech qanaqa foyda bermaydi, menga pul ishlamaydi. Men bu mashinani ertaga sotib olsam, yarim narxga sotaman, olgan narximdan. Lekin uy olsam, uyni arendaga berib qo'ysam, uy menga daromad olib kelib turadi har oy. Uy yillar davomida narxi ko'tarilib boradi va uni sotganimda men plyusga sotaman, hech qachon minusga sotmayman. Uy krizisi bo'lmasa, конечно. Tak, 5-sekret, investitsiya qilishni erta boshlash. Vaqt o'tgan sari pulingiz ko'payib boraveradi, investitsiya qilingan bo'lsa. 2000-yillar, 2008-2010-yil olingan uylar hozir 2-3 barobar narxi o'sgan, balki 3-4 barobar ham o'sgan uylar bor. Ana krizis paytida olingan bo'lsa, так что yoki fond bozorida aksiyalar qanchalik arzon bo'lgan. Apple aksiyasi buni ham $1-2 bo'lgan. Yangi chiqqanda 2000-yillarda. Hozir 200 qancha turadi. Ya'ni qanchalik vaqt o'tgan sari investitsiyalaringiz ham ko'payib boradi. Shuning uchun ertaroq boshlash kerak. 6-sekret, tez va oson boyish formulasi yo'q. Pul yo'qotish formulasi esa bor. Oson tez pul topaman deb pulingizni qatlaga ham kirgizib olsangiz, har xil sxemalarga, MMMlarga, boshqalarga, kripto joylarga pulingizni yo'qotishingizni oson imkoni bor har bir. Va asosiysi 7-sekret, shaxsiy moliya bu qo'shimcha kasb, u hammani ikkinchi kasbi bo'lishi kerak. Hayotida eng главный bilim olish kerak bo'lgan narsa bu shaxsiy moliya, buni o'rganishni maslahat beraman. Menimcha mana shu bilan tugatsak bo'ladi. Ham ishlarimni hal qilib keldim, ham o'sha почти uyga kelib qoldim. Keyingi videoda investitsiya qilishni sekretlarini ochib bermoqchiman. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Sizni fikringizcha qanchalik bu gapirgan gaplarim muhim va sizni qo'shimchalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring qo'shimchani. Va asosiysi, mana shu narsaga
vaqt ketkazaman, montaj qilishga boshqaga iltimos subscribe qo'ying. Sizga foydali bo'lib ma'lumotlarni ko'paytirib borishga harakat qilaman va mana shu motivatsiya asosida yana videolar chiqarishga harakat qilaman. Va menga katta motivatsiya bo'ladi. Hammaga rahmat.